bizga eng yaqin bo'lgan, eng bag'ri ochiq bo'lgan va amaliy hayotda yordam beradigan davlat dunyoda hozir Turkiya. Mana shuning uchun ularni ham to'ylari, nishonlari, ularni ham xursandchiligi albatta bizlarning xursandchiligimiz. Shuning uchun ikki bir-biriga yaqin bo'lgan xalq, umuman O'rta Osiyoda yashayotgan xalqlar, shu jumladan Qozog'iston ham ularning to'yida, ularning tantanasida qatnashgani, men o'ylayman, buni ham katta ramzi bor, gapingiz to'g'ri. Nima deganda, yana bir marta ko'ngli yaqin bo'lgan, dini yaqin bo'lgan, tomiri, ildizi yaqin bo'lgan davlatlarni bir joyda ko'rishi, men o'ylaymanki, bu bir-birimizga qanaqadir quvvat, madad beradigan bir katta bir voqea bo'ldi. Shu namoyishlarni ko'rib aytdim ularning ham rahbarlariga, bizlarning to'yimiz sizlarning to'yingizdan ancha chiroy bo'ldi, ancha etalik go'zal bo'ldi degan fikrni xafa bo'lmaysizlar-ku, lekin bizlarniki boshqacha bo'ldi. Bizlar harbiy kuchni ko'rsatganimiz yo'q. Ko'rsatishimiz ham mumkin edi, lekin bizlarning maqsadimiz ozod, erkinlikni xalqqa ko'rsatish. Erkinlik bizlarning maqsadimiz. Ozodlik bizlarning maqsadimiz.